İsmim G'ofur Bey. 9 yıldan beri Gollandiyada yaşayapman. Gollandiya vatandaşı. Ben özüm G'o'zun Aydın. Ben 6 qarindosh. 6 qarindishimning kishida faqat men chet elda yashayapman. Qolgan butun qarindoshlarim vatanda. Eng chong hadam Gulbara abay 4 bolasi bilan. Ikkinchi hadam Zilaham abay 2 bolasi bilan. Uchinchisi akam Shukur abay 2 o'g'li bilan. Uchinchisi inim Ahtam abay 1 o'g'li bilan. To'rtinchi inim Shakir abay 2 bolasi bilan. 2017 10-oyda akam Shukur abayni tarbiyalash lagerga ketgan betcha tamishkamcha hech qanday bir xabarni olamadim. Akam Shukur abay 1973-yil 10-oyda G'o'ljinoyi Baytqoy 8-kent 1-guruhda 138 nomerda tug'ilgan. Akam to'liqsiz o'rta maktab madaniyat saviyasiga ega. Normal bir tijoratchi, dindan hech qanday bir ta'lim-tarbiya olmagan. Siyosatning qilchimi xavri yo'q. Faqat tijorat qilib, oilasini beqiyotgan normal bir tijoratchi. Akam 20 yildan buyon Shixan shahrida Xitoylar bilan birga tijorat qilib, oilasini qamdayotgan bir tijoratchi. Shundaqla Shixanni to'qib, Shixanni o'tiraqlashgan. Men yuqorqi tuqqan qarindoshlarim va ota-onam bilan 2017-yil 11-oydan boshlab mushukamcha hech qanday bir aloqam yo'q. Ularning hayotimi, o'ldimi, lagerdimi, turmudimi hech qanday bir xabarim yo'q. Bultur 2017-yilning oxirida akamning qiynalisi bu dard alam azoblar tufayli o'lib ketdi. 2018-yil 7-oyning oxirida meni bu dunyoga olib kelgan rahmatli dadam Abay Mahbir bu azoblar tufayli yurak kesili qo'zg'alib o'lib ketdi. Ammo men dadam o'lib ketgan bo'lsa-mu, oxirgi paytda telefon aloqamni bo'lmay, onamga va qarindoshlarimga ishqiqiz bir tasallim beramadim. Men Amerika ve Avrupa qatorliq demokratik davlatlarning shunday inson huquqlarini qo'g'dash qatorliq ijtimoiy tashkilotlarniki Xitoy hukumatiga besim qilib, Xitoy hukumatining bu xato siyosatlarini, shunday bu razil siyosatlarini darhol to'xtatishni talab qilaman. Shundaqla Xitoy hukumatiniki bu begona yuqorqi akam qatorliq barliq qarindoshlarimizni darhol qo'yib berishlarini, turma va lagerlardan tizdan ozod qilishni so'rayman.